Yormazor go'sht markazida 1 kilo go'shtga istagan 500 ming so'm. Ekatavr jamoasiga bitta pasport topsalar, kuniga 1 kilo go'sht tutuliga bitta uyda shundoqqina sizlar nomlaringizga rasmiylashtirib berishadi. Kelinlarimizga omadlar tilaymiz. Mayoq sifatida go'shtlar qo'yib berganmiz. 1 kiloni kesib beradilar hamda 500 ming so'mga ega chiqishadi. Kelinlar shoshilmasdan bemalol ishonch hosil qilib qo'yaverasiz to'g'ri. Solishtiring kelinlar. Ko'p bo'lsa olib tashlang, bo'lsa qo'yib qo'ying. Kelinlarimizga omadlar tilaymiz. 12-aprel sanasida birinchi g'olibamiz bor. Olg'a kene. Voy maladayız. 1 kilo 58 gram go'sht olib qo'ying kene. Toppa to'g'ri 00 Ekatavr jamoasi tomonidan taqdim etilgan 500 ming so'm kelinlarimizga sovg'a tariqasida beriladi. Xayrli bo'lsin kelinlar. Yutuqlar bardavom bo'lsin. Yaxshi!